Yoshlarning ilm-fan va zamonaviy texnologiyalarga qiziqishini oshirish maqsadida O'zbekiston kosmos agentligi tomonidan Cosmic Camp yozgi ta'lim dasturi yo'lga qo'yildi. Urganch tumanidagi Barkamol avlod bolalar sog'lomlashtirish oromgohida tashkil etilgan ushbu loyiha doirasida o'g'il-qizlar kosmos va innovatsion texnologiyalar olamiga sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Tafsilotlar galdagi lavhamizda. Mazkur loyiha yoshlarni kosmonavtika, astronomiya, sun'iy yo'ldosh texnologiyalari, kosmik monitoring hamda raketasozlik asoslari bilan tanishtirishga qaratilgan. Dasturning ilk kunidayoq ishtirokchilar uchun qiziqarli amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Bolalar ustozlar ko'magida turli maketlar va konstruksiyalar yasashni o'rganib, o'z ijodiy va texnik ko'nikmalarini sinovdan o'tkazishdi. Bugun bizlar oddiy baklashkadan raketa yasashni o'rgandik. Ikkita baklashka oddiy olamiz, kartonga o'raymiz va mana shunday qilib qanotlarni yasaymiz. Kvadrat shaklida yasasa bo'ladi, har xil qanotlar qo'ysa bo'ladi. Uchirib ham ko'rdik. Mana shu pastiga suv solinar ekan. Menga bu yangilik bo'ldi. Avval qilib ko'rmagan ishimizni bugun bolalar oromgohida qilib ko'rdik. Bu yerda turli tuman mashg'ulotlar bilan band bo'ldik. Kecha sport kuni edi. Biz voleybol, futbol, basketbol o'yinlarini o'ynadik. Aql chaqish mashqlari, musobaqalar bo'lib o'tdi. Oromgohga kelganimizdan xursandmiz. Bizga bu yer juda yoqdi. Bunday loyihalar yosh avlodning ilm-fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning innovatsion fikrlashini rivojlantirish hamda kelajakda kosmik texnologiyalar sohasiga qiziqadigan kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek kosmos agentligi Xorazm viloyati Urganch tumanidagi Barkamol avlod yozgi oromgoh biriktirilgan bo'lib, dastur davomida bolalarimiz tomonidan raketa modellarini yig'ish va uchirish, sun'iy yo'ldosh prototiplarni yig'ish, ularni nima maqsadda foydalanish bo'yicha turli xil dasturlarni amalga oshirib kelamiz. Cosmic Camp dasturini tatbiq qilish orqali yoshlarimizdagi ayni o'sha dars vaqtlari, o'quv jarayonlarida o'zlari o'rgangan aniq fanlar, ya'ni matematika, fizika kabi fanlardan o'rgangan bilimlarni amaliyotga qanday tatbiq qilinishi, aynan o'sha o'zlari o'rgangan bilimlarni qanday ishlatish kabi bilimlarni ega bo'lishadi. Shu bilan birgalikda kosmik soha, sistem yo'nalishlariga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida turli xil tadbirlarimizni amalga oshirish reja qilingan. Cosmic Camp yozgi ta'lim dasturi doirasida oromgohdagi yigit-qizlarni yana ko'plab amaliy mashg'ulotlar, mahorat darslari va qiziqarli uchrashuvlar kutmoqda.